Assalomu alaykum meni kuzatuvchilarim. Hozir sizlar bilan lozim tepa qismiga rezinka ulash jarayonini ko'rsatib beraman. Buni ko'pchilik biladi, lekin endi boshlagan tikuvchilarimiz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Uning uchun bel qismini o'lchangan holatda rezinkamizni olib, yaxshilab tikib moslashtirib olamiz. Undan so'ng to'rt qismga ajratgan holatda ruchka bilan belgilab olamiz va ikkita choki bor tomon qismiga rezinkalarimizni chok yordamida mustahkamlab qatirib olamiz. So'ng ko'rib turganingizdek rezinkamizni tortib bir xilda zborka solib ish jarayonini yakunlaymiz. Bundanda qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun meni sahifamga obuna bo'ling. Tikuvchi tanishlaringizga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. This is Ali Baba.